Ko'rdinglarmi betidoni velosipedchini qanaqa yo'l transport hodisalari kelib chiqyapti-re. Velosiped haydaydiganlar, e'tibor beringlar. Yo'l harakat qoidalari 168-bandini 7-xat bosib binoan qatnov qismidan, shu jumladan piyoda o'tirgan joydan o'tmoqchi bo'lgan velosipedchilar bo'ladimi, individual transport vositalari bo'ladimi, ular minib emas, shu olib yetilab o'tish kerak ekan, tushundinglarmi? Bunaqa uchib o'tmanglar, yetilab o'tinglar tushib. Keyin sizlar piyoda o'tirgan joyga kelyapsizlarmi, sekinlashinglar. Hali sizlar qatnov qismiga yetib kelmagan bo'lsa, darrov keskin tormoz berishga shoshilmanglar, orqadan ham hisobga olinglar, signal beringlar mana velosipedchilarga. Keyin orqada kelayotganlar ham orqa masofani qarab saqlanglar. Ayniqsa mana shunaqa vaziyatda bir xil piyoda yugurib ham qolishi mumkin. Menga o'xshaganlar uchib o'tib qolishi mumkin tez. Ehtiyot bo'linglar. Yo'l harakat qoidalariga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.